Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun yana bir bor Injik Medical klinikamiz YouTube sahifasida ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugun sizlar bilan nasib bo'lsa Injik Medical klinikamiz haqida gaplashamiz, ya'ni klinikamiz afzalliklari, uni boshqa klinikalardan farqi va bizning klinikamizni tanlashingiz uchun sabablar haqida gaplashamiz. Bugungi suhbatdoshimiz hujayra darajasida davolash metodikasining asoschisi Anziratov Furqat Kamolovich bo'ladilar. Demak, Injik Medical klinikamiz an'anaviy davolash va hujayra darajasida davolash metodikasiga ixtisoslashgan klinika hisoblanadi. Furqat aka, klinikamiz haqida qisqacha obunachilarimizga ma'lumot bersak. O'sha hujayra miqyosidagi to'g'risida ma'lumotlarni biz ko'p berib boryapmiz. O'sha YouTube kanalimizda bundan oldingi sahifalarda ham gapiramiz. Shu bilan bir qatorda yana bir marta qaytarib o'tamanki, hujayra miqyosida bu nima degani? Bu hujayra miqyosida davolash qanaqa bu texnologiya deb so'rashganda, buni tushunchasi shundaki, har bir tana a'zosi o'sha hujayralardan boradi. Tana a'zosi qachon ishdan chiqadi? Qachonki o'sha hujayralarda ish faoliyati buzilsa, uni ichidagi o'sha organellar, o'shani hujayrani tashkil qilgan organellar ish faoliyati buzilganda shunda kelib chiqadi. Shuning uchun bizni bu klinikamizda o'sha hujayralar uchun ma'lum bir usloviyalar yaratiladi, sharoitlar yaratiladi. Shuni orqasidan hujayra o'z funksiyasini va o'z strukturasini tiklaydi va bu esa tana a'zosini o'z funksiyasi va strukturasini tiklashga olib keladi va insonni har xil kasalliklardan qutulishiga yordam beradi. Aziz do'stlar, aynan mana shu hujayra darajasida davolash metodikamiz bo'yicha bundan oldingi sahifalarimizda batafsil ma'lumotlar berganmiz. Agar ushbu videolarni ham ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Furqat aka, mana aynan hujayra darajasida davolash metodikamizni an'anaviy davolashdan nima farqlari bor? Shu haqida ham qisqacha aytsangiz. Qarang, bu yerda hozir men ikkalasini farqi bor deb aytmayman, chunki bu yerda bizning klinikamizda an'anaviy yordam ham ko'rsatiladi. Chunki mutaxassislarimiz, masalan, lor mutaxassisimiz bor, terapevt mutaxassisimiz bor, pediatr bor, akshur-ginekolog bor, onkolog ishlaydi. Mana bular o'sha an'anaviy davo yo'llarini ham qilishadi. Lekin shu bilan bir qatorda biz o'sha kasallikni effektivroq, yanada tezroq davolash uchun uni sifatini oshirish maqsadida yana o'sha hujayra miqyosidagi texnologiyamizni ham qo'shib birgalashib ishni yuritamiz. Shuning uchun effektivность bu yerda 60-70% gacha yana ko'tariladi. Undan tashqari bu yerda boshqa klinikalardan o'sha farq qiladigan taraflari shunda bo'ladiki, biz kasal kelayotganda hammasini kompleksni qaraymiz. Bunda qanday bo'ladi? Mana o'sha hamma mutaxassislardan o'tishadi. O'sha hujayra miqyosida ham nima edi, amaliyotlar amalga oshiriladi. Keyin birgalikda xulosa qilinadi. Qaysi dorilarni ishlatish? Ko'p dori, bu yerda ko'p dori ishlatilmaydi. O'sha qisqa ikki rangli dori-darmonlarni ishlatib turib, o'sha organizmga, hujayraga zarar bermagan holda nima edi, birgalashib shu mutaxassislar bilan bitta единый nima edi, algoritm ishlab chiqilgan. O'sha algoritm bo'yicha ish yuritiladi. Undan tashqari yana bitta buni boshqa klinikalarda farqi shundan iboratki, mana biz ko'p siz bilan o'sha oldingi videolarimizda ham gapirardik, ruhiyat, inson ruhiyatiga ko'p e'tibor berish kerak. Mana bizda o'sha ruhiyat bilan ishlaydigan, demak, psixolog ham taklif qilganmiz, psixologimiz ham ishlaydi. Mana shu psixologik yordam bilan ham yanada insonni kayfiyatini ko'tarish, uni o'sha hayotga bo'lgan qiziqishini oshirish, o'sha ketadigan jarayonlarga yana o'ziga yordam berish maqsadida ham bu effektivность yanada 15-20-30% gacha ham yanada nima edi, sifati ko'tarilishi kuzatiladi. Mana shu tomonlar bilan, mana shu qirralari bilan bizning klinikamiz boshqa klinikadan farq qiladi. Yana o'sha bitta narsa, o'sha beriladigan ovqatlari, mana masalan boshqa joylardan farq qiladi. O'sha har bir kasalga nima edi, учитывать qilinadi. Masalan, allergiya bilan kelganda o'sha allergen chaqiradigan mahsulotlar berilmaydi. Oshqozon kasalligiga yoki bo'lmasa nima edi,
boyagi buqoq bilan kasallangan kasallarga o'zini ixtisoslashgan ozuqalari o'sha nima deydi dietalari buyuriladi. И yana bitta nimasi detoks nima qilganmiz, o'sha свежевыжатый soplar nima qilib beriladi. Bu bilan o'sha inson tanasida dori darmon lishniy ishlatilmay, mana shu vitamin, minerallarga bo'lgan ehtiyojni to'ldirib beriladi. Demak, klinikamizga kelgan har bitta bemor, demak, barcha mutaxassislar ko'rigidan o'tadi, laboratoriya tekshiruvlardan o'tadi. Undan keyin bu bemorga demak qanaqa muolajalar qilinishi haqida demak ma'lumot beriladi va muolajalar boshlanadi. Undan keyin shu bilan birga ruhiyat bilan ishlovchi mutaxassis bilan ham demak ish olib boriladi. Va umumiy qilib olib aytadigan bo'lsak, kompleks yondashuv asosida har bitta bemorga yechim beramiz muammosiga. Xuddi shunday, chunki agar mana boshqa klinikalarda yana o'sha farqi, agar terapevtga borsa, kishi mana buncha yozib beradi, o'shani oladi, keyin lorga o'tadi, lori yana buncha yozib beradi. И иногда shunday bo'lib qoladiki, o'sha vrachlarni dori darmonlar bir-biriga to'g'ri kelmay qoladi. Antagonizm sozdавать qilish mumkin. Bu yerda mana shu antagonizm minimallashtirilgan yoki вообще устранить qilingan mana shunaqa antagonizm bo'lmaydi. И shuning uchun effektivnisi намного yaxshi. И o'sha na jigariga, na buyragiga, na qon tomiriga, na ko'ziga, na ototoksichность degan narsalar minimallashtiriladi. Shunday. Juda ham ko'plab bemorlarimiz savol berishadi-da, bu dori boshqa joyingizga zarar qilmaydimi? Farzandim yosh yoki o'zi ko'p dori olganman. Sizning metodikangiz bizga yomon ta'sir qilmaydimi deb ko'p savol beradi. Shunaqangi obunachilarimizga ham bir tavsiyangiz. Yana bir marta qarang, biz ishlatadigan dorilarimiz o'sha ximiyada ko'pincha beriladigan ximiyadan biz uzoqdamiz. Da inogda bo'ladi shunaqa ekstreniy nimalarda, no o'shanda berganda ham u qisqa muddatda beriladi. Shuning uchun ko'proq bu yerda o'sha естественный tabiiy mahsulotlar orqali insonni o'sha yetishmaydigan o'sha mineral, yana bir marta aytaman, vitaminlarni to'yintirish, kerakli aminokislotalar bilan to'yintirish yo'li qo'yilgan. Chunki o'sha yerda boya aytganimdek detoks dedim, yana проросшие зерnalar bor, yana kerakli o'sha mahsulotlarimiz bor. O'sha mahsulotlar orqali tana kerakli dori darmon bilan to'ladi. Bu har xil dori darmonga o'sha ehtiyoj tuyulmaydi. Shuning uchun yana bir marta boshqa joylardan ko'ra qilinadigan buyuriladigan dori darmon ham bo'ladigan muolajalar ham o'sha jigarga, buyrakka, yurakka, ko'zga va boshqa tana a'zolariga 15-20 marta kam nojo'ya kuzatiladi. Demak, bizga murojaat qilib kelgan bemorlarimiz agar statsionar sharoitda davolanadigan bo'lsa, imkoni boricha kamroq dori-darmonlar ishlatiladi. Ya'ni hozirgi kunda ishlatiladigan dori-darmonlardan 15-20 barobar kam. Ruhiyati bilan ishlanadi, psixolog ishlaydi demak. Spes dieta. Bundan tashqari o'sha ovqatlanishiga ham alohida e'tibor berilib, demak kompleks yondashuv va juda ham kam miqdordagi dori-darmonlar bilan yechim berishga harakat qilamiz. Xuddi shunday. O'sha har bir muolajalar faqat bitta narsaga, insonni o'sha kayfiyatini ko'tarilishiga, immunitetini baquvvatlashishiga va o'sha dardidan xalos bo'lishiga qaratilgan. Bundan tashqari klinikamizda qo'shimcha davo sifatida o'sha qaysidir bemordagi o'sha pokazaniyaga qarab, ya'ni muammosiga qarab qo'shimcha fizioterapiyalar, azonoterapiya, igla terapiya, davolovchi massajlar va boshqa kerakli qo'shimcha muolajalar ham albatta qo'shib qilinadi. Furqat aka, hozirgi kunda klinikamizda asosan qanaqa kasallarga ko'proq yordam beryapmiz? Mana endi agar o'zi klinika statsionar ko'p bo'lgani yo'q, ochilganiga, lekin shu ko'p bo'lmagan bo'lsa ham qanaqa bemorlarga hozirgi kunda biz yordam ko'rsatyapmiz. Men boshdan aytgandim, o'sha hujayra miqyosida ishlaganimizda biz 14 ta sistema bilan bemalol ishlab olamiz degandim. No, hozirgi kunda mana bu endokrin kasalliklar muammolar bilan, женский mana bu ginekologik qanaqadir kasalliklar bo'lsa, eroza, endometrioz, mastopatiya mana bularga, yuqori nafas yo'llari shamollashlari,
gaymarit, adenoidlar bolalarda, allergik rinitlarda, Juda ko'pchilikda mana bu nimaydi siydik yo'llari shamollashi, ana bu kasalliklar bilan ham nimaydi mana shu kasalliklar bilan hozir bizda nimaydi bemorlar yotishib davo Qilishyapti. yo'llari ko'rsatilyapti. Furqat aka, mana yotib davolanish va qatnab diniy statsionar sharoitda davolanishda nima farqi bor? Endi qarang, statsionarda kelganda ambulator ko'rikda maksimum bizda kasal 15-20 minut vaqt davomida kuzatiladi va keyin o'sha muolaja qilib uyga javob beradi. Bu yerda kuni bo'yi 24 soat davomida mutaxassislar nazoratda. Shuning uchun qandaydir o'zgarishlar ketayotgan bo'lsa, nimadir bo'layotgan bo'lsa, tez korreksiya qilish emas. Конечно, sifati ham namnoga yaxshi bo'ladi. Chunki hamma vaqt ham ambulator holda kelgan inson o'zini qanaqadir kasalliklari yoki tam o'zgarishlarni bilmaydi ham, aytolmaydi ham. Bu yerda mutaxassislik ko'rigida bo'lib turganda o'sha vyivlyatsiya qilinadi, o'sha ko'rib turib, birdaniga mana shu kasalliklar ham birdan korreksiya qilib yordam ko'rsatiladi. Bundan tashqari klinikada o'sha yotib davolangan ustunlik taraflari shundaki, o'sha ovqat vaqt-vaqtida beradi. U yerda masalan ishdaman, boshqa tam yeb qo'ydi, yemaydi, palaparchish. Bu yerda o'sha ratsionda nima qilingan, hamma narsa ko'rib chiqilgan, yengil, tez hazm bo'ladigan ovqatlar, polezniy ovqatlar beriladi. Shu bilan qarang, o'sha nima edi, boya aytganimizdek detoks nimalar qilinadi. Undan tashqari o'sha ko'tarinkilik, 8 soat uxlab, aktivniy harakat ham bor. Nima uchun? Mana shu o'sha aytganimizdek, o'sha ruhiyat bilan ishlaydigan nima edi, spetsialistimiz faqatgina o'tirib meditativ nimani o'sha tinchlantirish bilan emas, aktiv mashqlar ham beradi. Mana bu sustavniy gimnastika qilinadi, ko'z mashqlari qilinadi, nima edi, buyrak bilan ishlanadi, ginekologik avtomassaj degan. Mana bu mashqlarni ham berib, insonni yanada nima edi, kayfiyatini ko'tarib, sog'lomlashishini yanada tezlashtiradi. Mana aziz do'stlar, qisqa qilib xulosa qiladigan bo'lsak, Injek Medical klinikamiz analigi yo'q bo'lgan, patentlangan metodikaga ega klinika hisoblanadi. Bundan tashqari kompleks usulda bir qancha mutaxassislar bilan birgalikda maslahat qilib, imkoni boricha 10 baravar, 20 baravar, demak, kam miqdordagi dori-darmonlar ishlatib, bemorni ruhiyati bilan ham ishlab, demak, shifo topadigan klinika hisoblanadi. Eng muhimi, klinikamizda siz operatsiya bo'lishingiz kerak edi degan ko'plab bemorlarimizga ham bemalol yechim topish mumkin bo'lgan klinika hisoblanadi. Eng muhimi, operatsiya qilinishi kerak bo'lgan bemorlarni ham klinikamizda hech qanday operatsiyalarsiz davolash imkoniyati mavjud. Endi natijalarimiz haqida aytadigan bo'lsak, juda ham ko'plab natijalarimiz bor. Siz ushbu natijalarimiz bilan tanishishingiz uchun alohida natijalar kanali ham tashkil qilganmiz. Natijalar kanalimizga o'tib, klinikamizda shifo topib, natijaga erishgan bemorlarimizni ko'rish uchun opisaniyada link qoldiramiz. Ushbu link orqali kirib, bemalol tanishib chiqishingiz mumkin. Agarda siz qalqonsimon bez kasalliklari, lor kasalliklari, ginekologik kasalliklar, yuqori nafas yo'llarini shamollash kasalliklari, surunkali allergik kasalliklardan uzoq vaqtlardan beri qiynalib, hattoki operatsiya bo'lib ham yoki ko'plab lecheniyalarni olib hech qanday foyda ko'rmayotgan bo'lsangiz, bemalol bizning klinikamizga murojaat qilib kelib, barcha mutaxassislarimizdan, demak, ko'riklardan o'tib, davolash metodikamiz haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lib, undan keyin davolanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Manzilimiz Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Nurziyo ko'chasi 42-uy. Furqat aka, bugungi suhbat uchun sizga katta rahmat. Sizga rahmat. Sog' bo'ling. Demak, videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.